Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 18-ci qismlik darsimiz. Biz oldingi 2 qismlik darsimizda aylanma, ya'ni loop to'g'risida so'zlangan. Uning ichida biz while loop bilan do while loopni o'rgandik. Men loop 3 turlik loop bor biz ishlatadigan degan. Biz hozirgacha while loop bilan do while loop o'rganib bo'ldik. Hamda eng oxirgisi for loop o'rganamiz. Unda esa for loopninki asosli logik qanday deganda bu for loop mu bu sintaksi bu for loopga qanday 3 taraf mashg'ulotchisiga o'xshab ketadi. Avval miyaga bir boshlang'ich yozamiz, undan keyin bir shart beramiz, undan keyin miya qanday bir yangilanib turgan increment, decrement bor. Ikki qo'shish kelish degan. Agar shart to'g'ri bo'lsa shu for mushu for loopning ichidagi mushu black code ijro bo'ldi. Agar xato bo'lsa qanday ijro bo'lmaydi demak. Undan so'ng Eclipse ni tushuntirib qo'yay. Bo'lsa yangi package birini quray. For loop. Biz oldingi qism darsimizda masalan while loop bilan do while loopni so'zlagan chaqda uningga masalan biz buni while loop so'zlagan chaqda har bir boshlamchi uchun qana bir while loopning sirtiga bir intdan birini qurib olib soliq ma'lumot tipi. Andan keyin qurimiz shunaqa do while loopga o'xshash. Hamda for loop qanday qildi desanglar, shuni bevos ishchiga yozdim. Masalan, birini tortib 10 gacha. Bunda for loopning sintaksi mandaga. Ash sirtiga yozganni ishchiga yozdim masalan. Ash urumchi tang 5 Ürümçide botamay bo'ldi. Aylam desam bo'ldi. Nima deb qolgancha ko'pincha ayni oson deblam qo'llanildi. Birdan tortib shartni yozamiz hamda 10 ni o'chiga oldik. Shunami 10 dan kichik ham 10 ni o'chiga oldi. Incrementni shaklam hammani qanda qarasanglar hammasi amaliyotda ma'ni ma 3ni muhim 3 elementini qanda ichiga ilib etdi. Yerim asımcha ketib bilan qanda ayirib bu intayin qulaylik keltirdi. Mana. Texim qulay. Birdan tortib 10 gacha. Endi men tik qurqima, yan to'qur qanday qilaman? Men alanni ilib lam. Yan to'qur oldu. Birdan tortib 10 gacha mana. Mushu for loop. Hamda for loopdan foydalanib ondan tortib 20 gacha. Yo'q, 20 dan tortib 10 gacha. 20 tortib 10 gacha qilib beray. 20 dan tortib degan keyin 20 dan boshlandi shunaqa. 20 dan tortib 10 gacha shart qanda 10 gacha. 10 o'chiga olamda bunda? O'chiga olmaydi. Ta'tirsiga 20 dan tortib 10 gacha ta'tirsiga. Mana bo'shliq qo'yib qo'ymsam chaplashib oldi salla. Mashqisini ayirish uchun qana qilaman? Miyaga quruqlam besib chiqadan qilib qo'ysak ayiradi. Men quratlar degan gap mana. Mana 20 tortib 10 gacha. Miyaga 10 ni tan qilasak 10 ni o'chiga oldi demakchi. Buni o'xshashlam. Siz uchun bilan qilsanglar bo'ldi, qaysi bo'lsa bo'lardi. Bugungi darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtalar bo'lsa, asli inkaz shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat. Shuning bilan biz rasmiy o'sha loop hukmi asosli hukm tugadi. Kelar soatda men amaliy misol bilan bir takrorlab o'taman hammasini. Ondan keyin biz loop tugaydi, ondan keyin rasmiy foydalanib, texnik ishkirlab ko'ramiz Javaga.